Hazreti İsa Yahyo payg'ambardinmi ko'p shogird qabul qilib, ularni cho'mildirib etibdi degan xabar farislarga yetdi. Amaliyotda Hazreti İsa o'zi emas, shogirdlari cho'mildiratdi. Ularning xabar topqinini uqqan Hazreti İsa Yahudiya o'lkasidan chiqib, yana Galileyaga ketdi. Yo'l ustida Samariya o'lkasini o'tishga to'g'ri keldi. Buning bilan Hazreti İsa Samariyaning Sihar degan yesiga keldi. Sihar burunqi zamonda Yoqub o'z o'g'li Yusufga miros qilgan yerga yaqin bo'lib, Yoqub quduqi degan quduqmi shu yerda edi. Hazreti İsa safarda charchaganligi uchun quduqning yeniq kelib o'ltirdi. Bu tush vaqti bo'lib, Hazreti İsa'nın şagirdleri yeməklik setiliş üçün şəhərə kirib ketken idi. Şu çağda Samarilik bir ayal suğ geldi. Hazreti İsa onunla, "Bana biraz usuluk bəgəysiz," dedi. Yahudilarning Samariliklarni kafir deb, hatta ularning chini qochilarini mu işletməydiganlığını bildigan ayal, "Özünüz Yahudi turib, mendek Samarilik ayaldan qandaqlarca su talab qilib qoldingiz?" deb so'radi. Hazreti İsa bundaq javob berdi. Agar siz Xudoning sovg'utining nimaligi va sizdan ustuq so'rgan kishining kim ekanligini bilsangiz edi, undaqda siz uningdan shuni tilatdingiz-da, u mu sizga hayotlik suyini beradi. Ayol, taqsir, quduq cho'nqur, uning ustiga tutatadigan asboblar yo'q tursa, hayotlik suyini nereden tapalaysiz? Bu quduqni ecdadımız Yakup qo'llagan. Uningdan o'zi, o'g'illari va mol varonlari mu su ichgan. Acaba siz bu sizdanmi yaxshi su beraman deb o'zingizni ecdadımız Yakup'dan ulug' demoqchimi? deb so'radi. Hazreti İsa mundaq deb javob berdi. Bu suni ichganlar yana usaydi. Ammo men beradigan suni ichganlar menga usumaydigan bo'ladi. Men beradigan su ichgan kishilarning qalbida etilib chiqadigan bir buloqqa aylanib, ularga mangulik hayotlik beradi. Taqsir, bana bu sudan bəgəysiz. Şu su bilan təşnaligimni qondirib, quduqqa ikkinchi kamaydigan bo'lay, dedi ayol. Hazreti İsa, berib, eringizni boshlab keling, dedi. Erim yo'q, deb javob berdi ayol. Erim yo'q deb rostini aytdingiz. 5 oyga tekkan edingiz. Hozir siz bilan birga yashayotgan odam eringiz bo'lmaydi. Buni to'g'ri aytdingiz, dedi Hazreti İsa. Taqsir, endi tushundim. Siz aslida payg'ambar ekansiz. Shunga aytib bersangiz, ajdodlarimiz bu tog'da ibodat qilib kelgan. Lekin sizlar Yahudilar nima uchun ibodatni Yerusalimda qilish kerak deb kim tursizlar? dedi ayol. Hazreti İsa uningga mundaq dedi. Xonim, so'zlarimga ishoning. Shundaq bir vaqt keladiki, Xudoga ibodat qilish uchun kishilarning bu taqqa yoki Yerusalimga berishining hojati qolmaydi. Sizlar Samariyaliklar Xudoga ibodat qilgan bilan uni bilmaysizlar. Biroq biz Yahudilar kimga ibodat qilganimizni bilamiz. Chunki qutquzilish Yahudilar orqali dunyoga keladi. Lekin shundaq bir vaqt keladi, shundaqlik kelib qoldiki, kishilar ruhi bilan va Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uningga ibodat qiladi. Erishdiki otimiz o'ziga
Әні шындақ, haqiqiy ibodat qilguvchilarni izlamoqda. Xudo ruhdir. Uningga ibodat qilguvchilar ruhi bilan va Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uningga ibodat qilish kerak. Ayol Hazreti Aysoga Masihning, ya'ni qutqizuvchining keldiganligini bilaman. U kelganda bizga haqiqatni to'liq tushuntirib berdi, dedi. Siz bilan so'zlashayotgan men u bo'laman, dedi Hazreti Ayso. Dal shu chog'da Hazreti Aysoning shogirdlari qaytib keldi. Ular uning bir samariyik ayol bilan so'zlashayotganligiga hang-tang qilishdi. Lekin hech qaysisi Hazreti Aysodan siz uningdan nima so'ramoqchisiz yoki siz nemishqa uning bilan so'zlashsiz debmi so'ramadi. Shuning bilan ayol ko'zisini tashlab shaharga qaytib berib kishilarga yuringlar, hayotimda qilgan ishlarimning hammasini menga aytib bergan odamni ko'rib kelinglar. Ajaba, qutqizuvchi Masih shumidi? dedi. Buning bilan kishilar shahardan chiqib Hazreti Aysoning oldiga kelishga boshladi. Shu vaqtning o'zida shogirdlari Hazreti Aysoga ustoz, ozroq bir narsa yavasingizchu deb o'tinishdi. Lekin Hazreti Ayso mening sizlar bilmaydigan bir yemakligim bor, dedi. Shogirdlar bir-biriga ajaba biri ustozga yemaklik akilib berganmidi deyishdi. Mening yemakligim meni avatgan Xudoning irodasini amalga oshirish va uning menga topshirgan ishini tamomlashdir, dedi Hazreti Ayso. Hazreti Ayso shahardan kelayotganlarni ko'zda tutib, so'zni davomlashtirib, shogirdlarga mundoq dedi. Sizlar hosul yig'ishqa yana 4 oy bor deysizlar. Ammo sizlarga aytamanki, beshinglarni ko'tarib, etizlarga qaranglar. Ziroatlar sarg'ayib, urushga tayyor bo'lgandek, bu kishilarmi e'tiqod qilishga tayyor bo'ldi. Xuddi hosul yiquvchi haqqini ilayotgandek, bu kishilarni menga e'tiqod qilishga yetaklayotganlarmi Xudodan tegishlik inom ilayotidi. Ularning yiqqan hosili bo'lsa, mangulik hayotga erishgan kishilardir. Shunda qilib, tarixchi va o'rmichi tam xushallanadi. Biri teriydi, yana biri yig'idi degan tamsil to'g'ridir. Men sizlarni o'zinglar emas, boshqalar emgak singdirgan bir hosilni yig'ishga avatdim. Shuning uchun sizlar tayyor bo'lgan bu hosilni yiqquvchisizlar. Sihor yesdiki, nurg'un samariyliklar yilqi ayolning hayotimda qilgan ishlarimning hammasini menga aytib berdi degan so'zni anglab Hazreti Aysoga e'tiqod qildi. Shunga ular Hazreti Aysoning oldiga kelib, uning o'zi bilan bilib turishni talab qilishdi. Shuning bilan Hazreti Ayso u yerda 2 kun turdi. Uning ta'limi orqali texmo ko'p odam uningga e'tiqod qildi. Ular ayolga bizning e'tiqod qilishimiz hamda faqat sizning so'zlaringiz sababidan emas, balki o'zimizning ong'allig'idanmi bo'ldi. Uning haqiqatan dunyoning qutqizuvchisi ekanligini bildik, deyishdi. 2 kundan keyin Hazreti Ayso Galiliya o'lkasiga qarab yo'l oldi. U o'zi burun hech qanday payg'ambar o'z yurtida hurmatga sazovor bo'lmaydi degan. Galiliyaga kelganida Galiliklar uni qarshi elishdi. Chunki ularmu o'tib ketish heytini Yerusalimda o'tkazgan va Hazreti Aysoning u yerda yaratgan mo'jiza ham karomatlarini ko'rgan edi. Hazreti Ayso Galiliya o'lkasida turgan vaqtida Kana yesiga yana bordi. U dal shu yezdagi bir to'yda suvni sharobga aylantirgan edi.
Shu kunlarda Kapernaum shahrida o'g'li kasal bo'lib yotgan bir o'rda amaldori bor edi. U Hazrati Aysoning Yahudiydan Jaliyaga kelganligini anglab, uning oldiga bordi va uyimga berib, sakrat yotgan o'g'limni saqaytib bersingiz deb o'tindi. Shuning bilan Hazrati Ayso uningga sizlar jalilliklar, mo'jiza va karomatlarni ko'migucha menga e'tiqod qilmaydigan o'xshaysizlar dedi. O'rda amaldori Hazrati Aysoga Hazratlari balam o'lmasda bag'aysiz dedi. Uyingizga qayting. O'g'lingiz hayot qoladi dedi Hazrati Ayso. Yilqi odam Hazrati Aysoning aytgan so'ziga ishinib uyga qarab mangdi. Yo'lda chakarlari uning oldiga chiqib, o'g'lining hayot ham salomat ekanligini uqtirdi. Amaldor ulardan o'g'lining qachondan boshlab yaxshilanishga yuzlanganligini so'rg'inida, ular tunugun tushdan keyin soat 1da qismisi yondi deyishdi. Bolaning otasi buning dal Hazrati Aysoning o'ziga o'g'lingiz hayot qoladi degan vaqt ekanligini esiga oldi. Shuning bilan u va butun oilasidagilar Hazrati Aysoga e'tiqod qilishdi. Bu Hazrati Aysoning Yahudiydan Jaliyaga kelib ko'rsatgan ikkinchi mo'jizasi edi.